Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Shahzoda kanalini kuzatuvchi bemorlar, avvalambor Alloh hammangizga shifo bersin. Xo'p, men 2018 taqriban 2018-yillari mana shu qo'llarim hammasiga psoriaz chiqib, mana shu yoqqa ketgan edi. Keyin bu Shahzoda opamizni tanib, eshitib, ko'rib keldinda mana bu damlama giyohlarini olib 6 oy mobaynida ichdim, diyetalarni qildik. Allohga shukr, mana shu hali ham top-toza. Oradan mana 8 yil, 7 yil o'tib bu tabiba opamizni ziyoratiga keldik. Bu kishini bir yo'qlab qo'yaylik deb shuncha Qozog'istondan, Chimkentdan keldik. Avvalambor sizga Alloh rozi bo'lsin. Bizga o'xshagan qancha bemorlarga mana shunaqangi shifosiga sababchi bo'layotgan ekansiz. Avvalambor Alloh, undan keyin sizni mana bu qilgan mehnatlaringiz sababli inshaalloh biz hali ham sizni nima qilamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Ilohim boshqa bemorlarga ham tavsiya qilamiz. Bu effekti bor bu dorilar. Bu dorilarni ancha odamlarga ko'rsatdik, olib bordik, berdik, ichdi, hammalari nimasini, foydasini ko'rdi.